Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, Fizika Odilov kanalida fizika fani milliy sertifikatning yopiq savollar dan namunalarni ishlashda demak birinchi mock testimiz. Ushbu savollarni nima uchun tanlab olindi? Sababi fizikada milliy sertifikat imtihonlarida yuqoriroq, ya'ni A yoki A+ darajaga erishish uchun shu turdagi yopiq savollarda ko'pchilik ishlay olmaydi yoki ishlashga vaqti yetmay qoladi. Endi shu savollarni ko'proq va aniqroq ishlagan talabgorlarda milliy sertifikatdan yuqoriroq natija chiqish ehtimoli ortib ketadi. Shu sababli shu masalalardan qanchalik ko'p ishlasak, tajribamiz oshib boraveradi. Demak, birinchi mock testimiz kinematika bo'limiga oid. Yopiq savollar to'plami 36-dan 45-gacha jami 10 ta savol. Bularda bilamiz, A va B shartlar bor. Jami 20 ta savolni yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, kanalimizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa har kuni bittadan mock test, ya'ni har bir bo'limga oid kinematika, dinamika, energiyaning saqlanishi, tebranishlar, u yog'i molekulyar va boshqa bo'limlarga oid testlarni ko'rishda davom etamiz. Demak, bizda birinchi mock test 36-savol. Agar teploxodning oqim bo'yicha tezligi 22 km/s, oqimga qarshi tezligi esa 18 km/s bo'lsa, demak A shartida aytilyapti, oqim tezligini toping. B shartida esa teploxodning tezligini toping deyilmoqda. Demak, buni quyidagicha ishlaymiz. Oqim bo'ylab tezligi 22 km/s, oqimga qarshi tezligi esa 18 km/s. Demak, oqim bo'ylab yurganda oqimning va qayiqning tezligi qo'shiladi. Oqim va qayiqning tezligi qo'shiladi. Oqimga qarshi suzganda esa demak qayiq tezligini, oqim tezligini ayirishimiz to'g'ri kelib qoladi. Demak, tenglamalar sistemasi qilib yuqori va pastni qo'shib tashlaydigan bo'lsak, mana bu yerda mana 2x, ya'ni qayiqning tezligi kelib chiqadi. Demak, x qayiq tezligiga teng va u 20 km/s. Bunda egri oqim tezligi bo'ladi. O'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, 2 km/s chiqadi. Demak, A sharti oqimning tezligini so'ragan 2 km/s. B shartida teploxodning tezligini so'ragan 20 km/s ga teng bo'lar ekan. 37-mock testimizda kengligi 800 metr bo'lgan daryoni suzib o'tayotgan kater suv bilan bog'langan sanoq sistemasida daryo oqimiga tik yo'nalishda 4 m/s tezlik bilan harakatlanadi. Agar daryo oqimining tezligi 1,5 m/s bo'lsa, demak A sharti kater daryoni qancha vaqtda kesib o'tadi deyapti. Bu yerda kater daryoni kesib o'tish vaqti, demak, xo'p, mana bu yerda formula yozib ketilgan. Daryo kengligini kater tik ravishda suzib o'tish vaqtiga teng va bu shu bilan birgalikda oqim uni L masofaga surib ketish vaqtiga teng bo'ladi. Demak, daryoning kengligini 800 da qayiq tezligi 4 m/s ga bo'ladigan bo'lsak, 200 sekund. B shartida aytyapti, kater oqim tomonidan qanchaga surib yuboriladi. Demak, aytib o'tdik, A shartining yechilishida. Xo'p, mana bu shartda aytib o'tilyapti. Oqim uni surib ketish vaqtiga teng deb. Demak, mana bu formulani qo'llaymiz. Xo'p, L taqsim V oqim 200 sekundga teng. Demak, bunda L 300 metr chiqadi. Demak, A shartining javobi 200 sekund, B shartining javobi 300 metr. Keyingi masala, 38-masala. Shamolning tezligi 20 m/s bo'lganda, yomg'ir tomchisining tezligi 40 m/s. Xo'p, shamolning tezligi 5 m/s bo'lganda tezligini toping. Xo'p, 5 m/s bo'lganda tomchining tezligini toping deyilyapti. Xo'p, shamolning tezligi 2 marta ortib, yomg'irning tezligi 2 marta kamaygan bo'lsa va shamolning tezligi 5 m/s bo'lganda tomchining tezligini toping deyapti. Demak, bu yerda quyidagicha shart berilyapti.
Demak, endi bu yerda biroz aniqlik kiritib ketamiz. Demak, hop uchga. Mana bu tezlik shamolning tezligi, bu tezlik yomg'irning tezligi. Bu yerda 90 gradusda kesishadi. Endi bu yerda ishlanishda xato ketib qolgan, shuni to'g'rilab ketaman. Bu 20 va buni tezligi 40. Demak, 30 gradus qarshisida katet gipotenuzani yarmiga teng. Demak, buni biz 30 gradus deb olamiz. Shundan, demak, A shartini topamiz. Bu yerda shamolning tezligi 5 bo'lganda tomchining tezligini toping deyapti. Demak, buning javobi bu tomon 20 bo'lsa, hop, bizga mana bu tomchining tezligi kerak. O'zi tomchi tik tushadi, lekin shamol ta'sirida hop mana bu yer 60, gorizontga nisbatan 60 gradus burchak hosil qilib tushar ekan. Endi hop, bunga e'tibor bermaymiz. Bizga mana bu hop shamolda tomchini tezligini mana T deb belgilab olamiz. T ni topishimiz kerak. 40 kvadratidan 40 ning kvadratidan ayiramiz 20 ning kvadratini. Bu teng bo'ladi T ning kvadratiga. Shunda T 20 ildiz ostida 3 ga teng. 20 ildiz ostida 3. Bu hop shamolning tezligi 20 metr taqsim sekund bo'lganda, endi shamolning tezligi deyapti 5 metr taqsim sekund bo'lsa, tomchining tezligi mana bu tashkil etuvchisi 10 bo'ladi, chunki 30 gradus qarshisida katet gipotenuzaning yarmiga teng. Demak, biz buni x emas, keyingi holat uchun 10 deb olamiz. Endi mana buni tezligi, tomchining tezligini topadigan bo'lsak, demak, buni tomchi shtrix deb olaman. Keyingi holatdagi tezlikni so'ralyapti. Bu 5 ildiz ostida 3 ga teng bo'lar ekan. Hop, demak, A shartining bajarilishi shu 5 ildiz ostida 3 ga teng. Demak, B shartda masalaning sharti belgilanishda xatolik yuz berib qolgani sababli B sharti biz xatolik deb olamiz. Keyingi masala, hop 60 metr kenglikli daryoni kechib o'tishda start nuqtasidan oqim bo'yicha 80 metr pastda joylashgan nuqtaga borib tushish kerak. Qayiqli motorchi qayiqni shunday boshqaryaptiki, yuqoriga oqqa nisbatan 8 metr taqsim sekund tezlik bilan aniq nishonga qarab harakatlanyapti. Agar daryo oqimining tezligi 2,8 metr taqsim sekund bo'lsa, bunda qayiqning suvga nisbatan tezligini toping deyapti. Demak, mana bu ko'rib turgan chizmamiz. Bu 8 metr taqsim sekundga teng. Endi oqim buni mana bu yo'nalishda 2,8 metr taqsim sekund tezlik bilan oqim daryo suv suzmoqda. Endi bizdan qayiqning suvga nisbatan tezligi bu vektorda so'rayapti. Demak, hop, mana shu so'ralayotgan narsani biz yashilda belgilab olamiz. Shu tezlikni topishimiz kerak. Endi bu yerda mana buni to'ldirib oladigan bo'lsak, mana buni bu yerga to'ldirsak, 4 burchakli 3 burchak, bu burchakni alfa burchakni topadigan bo'lsak, burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati shu burchakni tangens alfasiga teng bo'ladi. Mana 4 taqsim 3 ga teng ekan tangens alfa. Endi hop, bu yerda keyingi qiladigan ishimiz, oqim tezligini bizdan so'ralgan tezlikka nisbati 4 taqsim 3 ga teng bo'lib qoladi. Demak, burchak qarshisidagi yopishganga nisbati mana 2,8 oqim tezligini qayiqning tezligiga nisbat. Demak, qayiq tezligi 2,1 metr taqsim sekundga teng. B shartda agar qayiqning tezligi 10 metr taqsim sekund bo'lsa, hop, uning kesib o'tish vaqtini toping debdi. Demak, mana bunga qo'yamiz.
daryoning kengligini qayiqda tezligiga nisbati vaqtni beradi. Bu 6 sekund chiqar ekan. Keyingi masala, 40-masala. Avtomobil yo'lning birinchi choragini 60 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Qolgan yo'lda 20 km/soat tezlikda harakatlangan bo'lsa, avtomobilda o'rtacha tezligini toping deyapti. A shartda. B shartda, agar yo'lning ikkinchi qismida o'z tezligini 3 marta orttirilsa, o'rtacha tezlik qancha bo'ladi? Demak, biz 60 va 20 tezliklarga bo'linadigan masofani olamiz, chunki bilamiz o'rtacha tezlik topish uchun bosib o'tgan umumiy yo'lda umumiy vaqtga nisbatini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, chorak qismi deyapti. Ya'ni yo'lda 4/1 qismi, qolgan qismi 4/3 qismi bo'ladi. Kelinglar, vaqtni topish uchun bosib o'tilgan yo'lni tezlikka bo'lish kerak. Buning uchun biz 60 va 20 ga karrali 1200 km masofani shartli tanlab olamiz. Demak, birinchi qismini kesib o'tish uchun ketgan vaqt T1 S taqsim 4, ya'ni yo'lning chorak qismi ko'paygan va 1 bo'ladi. Ikkinchi qismini kesib o'tish uchun ketgan vaqt 3S taqsim 4 va 2 bo'ladi. T1 ni topsak 1200 ni bo'lamiz 240 ga 5 soat. Qolgan 4/3 qismini topish uchun 45 soat vaqt sarflar ekan. Endi va o'rtacha A shartda o'rtacha tezlik. Demak, bosib o'tilgan umumiy yo'l va umumiy vaqt shu ikkalasining nisbati. Demak, 1250 ga bo'lsak 24 km/soatga teng bo'ladi. Endi B shartda aytilyapti. Katta qismidagi tezligini, ya'ni 4/3 qismidagi tezligini 3 marta ortilsa, katta qismini 20 km/soat bilan bosib o'tgan edi. Endi 3 marta ortilsa 60 km/soat bo'ladi. Demak, mana bu yerda 60 km/soat. Demak, birinchi yarmini 60 km/soat bilan yuqori masalada ishlagandik 5 soatda bosib o'tadi. Pastdagi qismini, yo'lda 4/3 qismini 15 soatda bosib o'tadi. O'rtacha tezlik, demak, bosib o'tilgan umumiy yo'lning umumiy vaqtga nisbati 60 km/soat bo'ladi. Qanchaga ortadi deyapti o'rtacha tezlik. Demak, B shartdagi o'rtacha tezlikdan A shartdagi o'rtacha tezligini ayirib yuboradigan bo'lsak, 36 km/soatga ortar ekan. Bizda navbatdagi 41-masala. 30 metr tezlikda harakatlanayotgan avtomobil avariyali tormozlanishda tormoz yo'lni 5 metr/sekund kvadrat tezlanish bilan o'tdi. Tormozlanish yo'lini toping deyapti. Tormozlanish vaqtini ham toping deyapti. Demak, tormozlanish yo'li v0 kvadrat taqsim 2a ga teng 90 metr chiqadi. Mana javob. B shartda tormozlanish vaqti qachon bo'ladi? Tezlik 0 ga tushgan vaqtda, mana bu tezlik 0 bo'lganda, demak, tormozlangan hisoblanadi, to'xtagan hisoblanadi. Demak, A-ni ikkinchi tomonga avtadigan bo'lsak, minus A v teng v0 teng boshlang'ich tezlik A ga teng bo'ladi. Demak, T ni topadigan bo'lsak, v0 taqsim A bu 6 sekundga teng ekan. Mana B shartining javobi. 42-masala. Avtomobil tekis tezlanuvchan harakatlanib, harakat boshidan 5 sekund o'tgach 36